Xalq og'zaki ijodining mustahkam ildizi hisoblangan dostonchilik qadimdan ardoqlanib, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan boy meros sifatida qadrlanib kelinadi. Ular orasida Xorazm dostonchilik maktabining alohida o'rni bor. Xorazm dostonchiligi Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpoq, Qo'rg'on maktablaridan mazmuni, uslubi, kompozitsiyasi, obraz yaratish prinsiplari jihatdan farq qiladi. Unda badiiy asosiy rol o'ynamaydi. Aksincha, musiqa yetakchilik qiladi va odatda 3-5 kishidan iborat baxshilar tomonidan ijro etiladi. Xorazm dostonchilik maktabi ma'lumki, boshqa dostonchilik maktablaridan ochiq ovozda va bulamon, tor, doira kabi cholg'u asboblari ijrochiligida ochiq ovozda aytilish bilan farqlanib turadi. Agar Qashqadaryo, Surxondaryo dostonchilik maktabida improvizatsiya, ya'ni matn sobit bo'lmasa, ya'ni variant sifatida o'zgarib tursa, Xorazm dostonchilik maktabida yodlangan asl matn o'zgarmaydi. Lekin ijro mahorati har bir baxshining salohiyatini ko'rsatib turadi. Xorazm dostonchilik maktabida asar ichki bo'g'iz tovushda emas, balki ochiq ovozda ijro etilishi bilan boshqa dostonchilik an'analaridan farq qiladi. Xorazm dostonchilik maktabi 19-asrda yashab o'tgan Suyaq baxshi nomi bilan bog'liq bo'lib, bu san'at Jumanazar baxshi, Ahmad baxshi, Matnazar Jabbor o'g'li, Bola baxshi, Xudaybergan O'tagan o'g'li, Ollobergan baxshi, Murod baxshi, Boltaboy baxshi, Jumaboy baxshi qodir sozchilar ijrosida yuksak maqomga ko'tarilgan. Bunda ayniqsa Bola baxshining o'rni beqiyosdir. Marhum ustozimiz filologiya fanlari nomzodi dotsent Omon Namadeyev biz talabalik paytimizda Xorazm dostonchilik maktabining yetuk vakili Qurbonnazar Abdullayevning hayoti bilan bog'liq bir ajib ibratli voqeani aytib berdilar. Feruzxon o'sha zamonida har yil ma'lum muddat, ma'lum vaqtda Xorazmdagi mashhur o'sha baxshilarni, soz shoirlarini, soz bilan ijro etadigan baxshilarni to'plab maxsus bir musobaqa e'lon qilar ekanda va yaxshi o'rinni egallagan iqtidorlilarni albatta taqdirlar ekan. Shunda Qurbonnazar Abdullayev taxminan 10-12 yoshlarda bo'lgan. Uni ham olib kelishgan va unga ham navbat berishgan. Qurbonnazar baxshi o'sha Oshiq Arabdan parcha aytgandan keyin "Oding nima?" degan. "Nima isming?" desa, "Qurbonnazar" degan. "Qurbonnazar emas, sen Bola baxshisan" degan. Shundan beri Qurbonnazar baxshi Abdullayev folklorshunoslikda, folklorda Bola baxshi nomi bilan mashhur bir baxshi sifatida e'zozlanadi. Bu dostonchilik maktabining yetuk vakili sifatida, targ'ibotchi sifatida e'zozlanadi. Mana shu asrimizni boshiga kelib, o'tgan asrimizda Xorazmda yuksak bir nom qozongan baxshi Bola baxshi Qurbonnazar Abdullayev desak, Otaxon baxshi Matakov o'sha ustozimizdan Fotiha olib ko'plab dostonlarni o'rganganlar. Shu bilan birgalikda o'zlari kitoblardan qolib ketgan boshqa ustozlardan o'rgangan dostonlarni ham, masalan, Bola baxshini dostonchilik maktabida Oshiqarif Shohsanam dostoni, Go'ro'g'li turkum dostonlaridan Go'ro'g'li Bazirgon, Avasxon, Xirmondali, Oshiq Mahmud va Niyorxon dostonlarini ijro qilib bizgacha yetib kelgan radiolardan, televideniyalardan. Lekin boshqa dostonlar bizga yetib kelmagan. Kitoblarda bor, lekin uni qanday aytiladi, qanday yo'nalishda aytiladi, uni yoshlar, ayniqsa hozirgi baxshilar, olimlar ham bilmaydi. O'sha narsalarni bizga Otaxon Matakov ustozimiz yoshliklarida o'rgangan, u baxshida o'rgangan, bu baxshida o'rgangan dostonlarni, Tohir Zuhra dostoni, Sayatxon Hamra dostoni, Arab Rayhon dostonlarini qaytadan tiklab bizga o'rgatib, yaqinda men ham shu Tohir Zuhra dostonini televideniyada yoritishga muvaffaq bo'ldim. Bugungi kunda Xorazm dostonchilik maktabini davom ettirib, uni keng targ'ib etayotgan fidoyi inson sifatida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti dotsenti Otaxon Matyoqubovning xizmatlarini alohida e'tirof etish lozim. Ustozimiz shu 7-8 yoshlardan dostonchilikka qiziqib, yosh kattayavergandan keyin dostonlarni yod olib, Bola baxshiga shogird tushib,
ko'plab dostonlarni ustozlardan o'rganib, ustozdan fotiha olib, keyinchalik shu dostonchilikka, baxshichilikka o'zini umrini sarflagan insonlardan biri desak, yanglishmayman. Ustoz ko'p ishlarni qildilar. Mana shu dostonchilikka, baxshichilikka o'zini umrlarini sarfladilar desak ham yanglishmagan bo'laman. Buni nimada ko'rish mumkin? O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga men birinchi marta o'qishga kirgan paytimda ustozimiz baxshichilik to'garakini ochdilar o'sha yerda. O'sha yerda bizga o'xshagan 30-40 lab talaba shogirdlari, bittasi Farg'onadan, bittasi Qashqadaryodan, bittasi Qoraqalpog'istondan dostonchilikni o'rgandilar to'garakka qatnashib. Keyinchalik prezidentimizni tashabbuslari bilan baxshichilikka, maqomchilikka mana shunday imkoniyatlar yaratilib berilgandan keyin turli qarorlar va farmoyishlar chiqqandan keyin 2020-2021 yil o'quv dasturida birinchi marta Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida maqom bilan baxshichilikni qo'shib oliygohda yangi kafedra tashkil qilindi. O'sha kafedrani birinchi birgalikda ustozlar bilan tashkil qilib, ustozimiz o'sha yerda ham 90 dan oshgan bo'lsalar ham yoshlarga dostonchilikdan, baxshichilikdan, ayniqsa Xorazm yo'nalishida dars berib o'rgatib kelmoqdalar. Yaqinda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida Otaxon Matyoqubov va uning shogirdlari bilan ijodiy uchrashuv o'tkazildi. Professor, o'qituvchilar, talabalar va baxshichilik san'ati ixlosmandlari ishtirok etgan mazkur tadbirda Otaxon baxshining ijrosi yig'ilganlarga olam zavq bag'ishladi. Bugungi tadbir boshqa shunday tadbirlardan farqli o'laroq bu yerda ustoz atay ham shogirdlarning ichida Surxondaryo, Qashqadaryo baxshichilik yo'nalishida ijro etadigan shogirdlarini, qoraqalpog'istonlik ikkita shu maktabga qadam qo'yayotgan yetuk shogirdlarni olib kelgan va o'zlari oxirida o'sha Oshiq G'arib va Shohsanam dostonidan shunaqa bir jo'shib aytdilarki, mana bu yerda sozning, so'zning ta'siri, adabiyotning inson ruhiyatiga ta'sirini shunday ko'rish mumkin. Yana ustozimiz bilan bog'liq bir voqea esimga tushdi. Ustoz bir maktabga borib talabalarga dars bergan, o'quvchilarga dars berganda ikkinchi darsda ikkita talabaga sening chiroyliging 5 deganlar. Birinchi darsda 5 deganlar. Hamma hayron endi. Chunki ustozni qattiqqo'lligi hammada o'sha paytda mashhur edi. Ancha-muncha shu uchdan 4 ham ola olmasdi. Keyin surishtirsa, ustoz shunday izoh berganlar. Men g'azal aytayotgan paytda bu o'quvchi tebranib butunlay o'sha g'azalning mazmun ohiyatiga go'yo singib ketdi deganlar. Demak, so'zni eshitish, badiiy asarni tinglash, ayniqsa dostonni tinglash ham insondan katta bir ma'naviyatni talab qilar ekanda. Men nazarimda yig'ilgan ustozlar, talabalar mana shunday bir haqiqiy sozning oshig'i, adabiyotning oshig'i, dostonchiligimizga mehr-muhabbat qo'ygan tinglovchilar edi. Xorazmlik baxshilar repertuaridagi Go'r o'g'li turkumi dostonlari, Oshiq G'arib va Shohsanam, Oshiq Mahmud, Oshiq Oydin, Tohir va Zuhra, Layli va Majnun, Tulumbi, Bozirgon kabi dostonlar xalq yuragidan chuqur joy egallagan. Tadbirda Otaxon Matyoqubov va uning shogirdlari tomonidan kuylangan Oshiq G'arib va Shohsanam dostoni ham talabalarning qalbini zabt etdi. Endi Otaxon baxshi mana 90 yoshdan oshganlarga qaramasdan o'sha Oshiq G'aribning onasining oldiga, ko'zlari ojiz onasining oldiga o'sha uzoq yillik safardan keyin qaytganligi-yu, o'sha chang bosib yotgan torni olib chalganda bolamga o'xshaydi ovozing sani degan o'sha qaytariq asosidagi parchalarni shunaqa qilib aytdiki, mubolag'asida aytaman, zaldagi aksariyat talabalarning ko'zidan yosh chiqdi. Chunki inson ruhiyatini bu holatda berish insondan katta narsa talab qiladi-da. Hazrat Navoiy aytadilar-ku, har kimgaki o'lim bo'lsa vosil, gardardi holi yo'q ne hosil. Shu eshitguvchi bo'lsa gardar payvand, bordir aning ichi o'tqa monand. O'sha
tinglovchi seni eshitib turibdimi jon qulog'i bilan. Demak, unda ham uning qalbida ham sen aytayotgan narsaga nisbatan bir muhabbat bor. Bungi tadbir mana shu muhabbat ahlining bir tadbiri bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bir soha fidoyilikni talab etadi. Zahmatkash olim Otajon Matyoqubov shu kungacha yurtimizning turli oliygohlarida 6000 ga yaqin ijodiy uchrashuv va doston kechalarini tashkil etgan. Biz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti doston ijrochiligi yo'nalishi 2-kurs talabasimiz. Hozir institutimizda mana bu yil 2 yil bo'lyapti, xudo xolasa doston ijrochiligi yo'nalishi ochilgan. Prezidentimizning baxshichilikka, dostonchilikka qaratilgan e'tiborlari natijasida mana hozirgi kunda institutimizda baxshichilik va dostonchilik bo'yicha 40 nafar talaba baxshichilikning sirlarini ustozlardan o'rganib kelmoqda. Hozirgi kunda baxshichilik va dostonchilik yo'nalishida Qoraqalpoq, Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm yo'nalishlarida ustozlar, professorlar bizlarga baxshichilikning sirlarini mukammal darajada o'rgatib kelmoqdalar. Shu ustozlardan misol qilib aytadigan bo'lsak, Otaxon Matyoqubov o'zlari 96 yoshni qarshi olgan bo'lsalar ham shu paytgacha o'zini ish faoliyatini olib bormoqda. U ish faoliyati davomida ko'plagan shogirdlarni yetishtirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda institutimizda Xorazm yo'nalishida dars berib kelmoqda. Ustoz Otaxon Matyoqubov xarakterlari juda ham bir og'ir bosiq, soddagina insonlar. O'zlarining shu dostonni qanday qilib bo'lsa ham improvizatsiya bilan har joylarda dostonni boshidan oxirigacha to'lig'i bilan kuylashni talabalarga o'rgatib kelmoqdalar. Ko'proq o'zlarini e'tibor beradigan jihatlari dostonni kuylariga, Xorazm yo'lida kuylanadigan dostonlarni ko'proq jo'shqin, kayfiyat baxsh etadigan kuylarni dostonlarga solib ijro qiladilar va shogirdlarga ham shu yo'llarni o'rgatib kelmoqda. Ustozni alohida jihati bir yaxshi insonda qanday komil insonda yaxshiliklar bo'lsa, ustozda hammasi mujassam. Mehribon ustoz, mehribon inson, oilasiga ham mehribon, shogirdlarga, ayniqsa shogirdlarga juda ham talabchanlar. O'sha dostonlarni o'rgatgandan keyin 1 marta, 10 marta, 20 marta o'rgatadilar, erinmaydilar. Lekin o'shani so'rab olganda ham talabchanlar. Yo'q, bunday emas, bunday emas, bunday deb ko'plab talablarni qo'yib o'rgatadilar. Ham ustoz doston kuylashni boshlaganda o'sha go'ro'g'li bo'ladimi, o'sha g'aribjon bo'ladimi, o'sha dostonni ichida yashab, o'sha xoh podshoh bo'lsin, xoh g'aribjon bo'lsin, xuddi o'sha dostonni tinglayotgan inson o'sha g'aribjonni, o'sha go'ro'g'lini ko'rayotganday bo'ladi ustoz doston kuylaganda. Otaxon baxshining yana bir fazilatlaridan biri o'sha shu ulug' tabarruk yoshga qaramasdan o'zlari ega bo'lgan san'atni, ne'matni boshqalar bilan baham ko'ryaptilar-da. Hali Hazratning aytganday, ilmni asrabon netkumdir oxir, olib tufraqam ketkundir oxir degan shiorga hayotida ixlos bilan amal qilayotgan bir baxshi ustoz deb bilaman. Otajon Matyoqubov bugun 90 yoshdan oshib, yuz bilan yuzlashib borayotgan olim. U kishining g'ayrati ta'niga sig'maydi. Imkoni bo'lsa-yu, yanada ko'proq izlansa, hali tarix xatlarida yashirin yotgan dostonlarni elga qaytarsa. Uzoq umrimda dostonchi bo'lganimdan men cheksiz xursandman. Xudodan minnatdorman. Shu kasbni menga berdi. Bundan mamnunman. Lekin ko'p ish qilishimiz kerak edi. Hozirgi kecha kunduzda ko'p ish qilishimiz kerak edi. Shuna ham boshqa hozir qishloq shaharlarga, tumanlarga, viloyatlarga borib turib u yerda dostonga havasmand bolalarimiz bor, yoshlarimiz bor. Bularni uyg'otishimiz kerak. Hozir hamma yoq uyg'ondi. Xalq uyg'ondi, hayot uyg'ondi. Endi men shuning bitta hozirgi kecha kunduzda baxshi sifatida o'zimni kasbim bilan albatta men juda ham mamnunman. Boshqalarga ham shuni tilar edim. Boshqalarga ham shu kasbni tilar edim. Yoshi uzun bo'ladi. Duoy xayri ko'p oladi. Xalqni xursand qiladi. Olimning fikrini tinglar ekansiz, undagi shijoat, kasbiga sadoqat, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan mehri va bugungi kunlar shukronasidan larzaga tushasiz. U kabi insonlar bilan uchrashish va ijodidan bahramand bo'lish yosh avlod kamolati uchun muhim ekanligiga amin bo'lasiz.